har qanday sharoitda ham o'z burchini vijdonan bajarishga qasamyod qilgan mard va jasur posbonlarimizning fidokorona xizmatlari va jasoratini barchamiz yaxshi bilamiz va yuksak qadrlaymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qurolli Kuchlar Oliy bosh qo'mondoni Shavkat Mirziyoyev raisligida Xavfsizlik kengashining mamlakatimiz xavfsizligi va mudofaasini mustahkamlash masalalari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Bundan buyon armiyadan qaytib oliy o'quv yurtlariga topshirmoqchi bo'lgan yoshlarning xorijiy til va fan sertifikatlari xarajatlari qoplab beriladi. Davlat tashkilotlariga ishga kirish uchun topshiriladigan test ballariga 10% lik imtiyoz beriladi. 5000 askar saralab olinib, 1 million dasturchi va 5 million sun'iy intellekt yetakchisi dasturi loyihalarida o'qitilinadi. O'z biznesini boshlamoqchi bo'lgan yoshlarga kredit xarajatlarining 6% davlat tomonidan to'lab beriladi. Harbiy qismdagi asosiy yo'nalish va mutaxassisliklardan kelib chiqib, askarlarni 3 va 6 oylik kasb va hunar dasturlariga o'qitilinadi. Kasb o'rganib, sertifikat olmoqchi bo'lgan yoshlarning xarajatlari esa qoplab beriladi. Joriy yilda barcha harbiy qism va muassasalar jami 1 million nusxadagi badiiy adabiyotlar bilan ta'minlanadi. Ushbu tanlovning okrug, vazirlik yoki respublika bosqichlarida g'olib va sovrindor bo'lgan harbiy xizmatchilar uchun alohida rag'bat sifatida harbiy xizmat muddati 1 oyga qisqartirib beriladi. Xususiy sektorda faoliyat yuritmoqchi bo'lgan yoshlarga kasbni egallash va sertifikat olish xarajatlari to'lab beriladi.